Qur'on Karimni yetib turib o'qishga va tinglashga bo'lamdi. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Men kechda yetib turib kitob o'qishga odatlanib qolgandim. Qur'on Karimning tarjimasini yetib turib tahoratsiz o'qishga bo'lamdi. Yetib turib Qur'on tinglashchi. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Qur'on Karimning o'zini yoki tarjimasini yoki tafsirini yerda yoki karvatda, o'ngda yoki yeni yetib turib yoki yostiqqa yo'linib turib o'qisa bo'ladi. Makruhmi bo'lmaydi. Oyat va hadislar shuni ko'rsatadi. Urva ibn Zubayr rivoyat qiladi-ki, Aisha radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har kechasi yotganda ikki alqiniga aytqinki, u Alloh birdir degan so'rini, aytqinki, Subhina Rabbi bilan panohlik tilayman degan so'ri bilan, aytqinki, insonlarning Rabbi bilan panohlik tilayman degan panohlik tilash so'rilarini o'qib suflaydi. Andan ikki alqini bilan yuzini, badanining qo'li yetgan joylarini silaydi degan. Aisha radhiyallohu anha yana men hayizdar vaqtimda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mening quchqimga beshini qo'yatdi. Andan Qur'on o'qiydi degan. Imom Navaviy aytadi: bu hadisdan Qur'onni yetib turib yoki hayizlarga yo'llanib turib yoki nijosat bor o'ringa yaqin turib o'qisa bo'ladiganligi chiqadi. Imom Ibn Rajab aytadi: bu hadis Qur'onni yo'llanib yoki o'ngda va yeni yetib o'qishning joizligini ko'rsatadi. Bu Allah Taalaning o'ri turgandimi, o'ltirgandimi, yeni yatgandimi Allohni aslab turadiganlar, osmonlarning va zaminning yaratilishi to'g'risida fikr yurgizadiganlar degan oyati doirasiga kirdi. Mazkur oyatda Alloh Taolani har qanday ahvolda zikr qilib turadiganlar madhiyalangan. Imom Tabari mazkur oyatni Ibn Jurayjning mundaq tafsir qilganligini bayon qilgan. Bu oyatdagi zikr qilish Allohni namozda va namozning sirtida yod etish va Qur'on tilovat qilishdan iborat. Qatada bu oyatni ey odam bolasi, bu sening har xil holatlaring, shunga yetib bo'lsimi Allohni zikr qilgan. Bu Alloh taolo qilgan qulaylikdir deb tafsir qilgan. Yana bir tarafdan qaraydigan bo'lsak, Qur'on o'qishmi zikr doirasiga kiradigan bo'lg'achqa, Alloh taolaning mo'no so'zimi bu ishning joiz va mustahabligini ta'kidlaydi. Namazdan farigʼ bo'lganlarda, o'ri turgan va yotgan holatinglarda Allohni yod etinglar. Aisha radhiyallohu anha men har kuni o'qiydigan vazifamni yoki vazifamning ko'p qismini ko'rpamda yetib turib o'qiyman degan. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhuning men Qur'onni namozdami, ko'rpamda yotgandami o'qiyman deganligi rivoyat qilingan. Bularning hammasi yetib turib Qur'on o'qisa bo'ladiganligini ko'rsatadi. Qur'on Karimni faqatla junub holatda o'qishga bo'lmaydi. Ammo junub kishilarning hadis, tafsir, fiqh, tavhid va diniy didaktik kitoblarni kitobdan yoki to'rdan o'qisa bo'ladi. Kuchliq qarashga asosan hayizdorlarning Qur'onni, tafsirini va tarjimasini tutib yoki tutmay, yodqa yoki qarab o'qishi joizdir. Bo'libmi Qur'onni unutib qolishdan ansirgan ahvolda o'qib takrorlasa bo'ladi. Bu haqda burun ayrim to'xtalgan. Yetib o'qiganda tahoratsiz yotqa o'qishqimi, tutib o'qishqimi bo'ladi. Ayollar yetib o'qiganda yog'liq artgan bo'lishimi shart emas. Endi yetib turib Qur'on tinglash hukmiga kelsak, Qur'on Karim tilovat qilinayotganda quloq solib anglash va jim turish musulmonlarga buyurilgan ishlar jumlasidan bo'lg'achqa, mayli yenimizdagi qari yoki radio yoki televizor yoki o'nalg'u qatorliqlardan qilingan tilovatni quloq solib anglash mustahab ishlar jumlasidandir. Qur'onni tinglashmi bir xil zikr qilish, ya'ni Allohni aslash va yod etish doirasiga kiradigan bo'lg'achqa, yetib turib Qur'on tinglash joiz va mustahab bo'ladi. Yuqoridagi oyatlardami har qanday holatda Alloh taolani yod etish madhiyalangan va buyurilgan. Yuqoridagi Aisha radhiyallohu anhaning hadisidan Aisha radhiyallohu anhaning o'ltirib yoki yetib turib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tilovatini tinglaganligi ehtimolligi chiqadi. O hadisdan yana Qur'on tinglovchining hayizdor yoki junub bo'lishi Qur'on tinglashga to'salg'u bo'lmaydiganligi ma'lum bo'ladi. Junub emas kishilarning Qur'onni tinglash uchun tahoratlik bo'lishimi kerak emas. Shundaqla ayollarning beshiga yog'liq artgan bo'lishimi shart emas.
Uxlashdan burun Qur'on tinglash kundalik turmushdagi og'ir besimlarni yengillatishga foydali bo'lganidek, jimjit muhitda Qur'on tinglashmi uni tafakkur qilish va tushunishga yaxshi fursat yaratib beradi. Umuman dillarga xotirjamlik baxsh etadi. Alloh taolo iymon etganlarning dillari Allohni yod etish bilan aram topadi. Bilinglarki, dillar Allohni yod etish bilan aram topadi degan. Bu yerda muhim bo'lgani o'qilayotgan Qur'onga quloq solib tinglash va boshqa ish bilan mashg'ul bo'lmaslikdir. Agar to'xtatib bo'lguncha uyquga ketib qolsa, hech gap bo'lmaydi. Chunki quloq solib tinglash buyruqi uyg'oqlarga qaratilgandir. Qur'on tinglamasa uxlay olmaydigan bo'lsa, Qur'onni tingshig'ach uxlasa bo'ladi. Chunki oxirgi anglag'ini Allohning kalomi bo'ladi. Ba'zilar Qur'on o'qilayotsa uxlash uninga quloq solmaganlik bo'lib qoladi deyishimi mumkin. Lekin tingshaydigan odam bo'lmasa-mu Qur'on o'qilib turgani yaxshi. Chunki Qur'on o'qilib turgan uydan shayton qochadi. Bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shayton Baqara surasi o'qiladigan uydan qochadi degan. Bu hadisda o'qiladigan degan so'zmi uy egasi bo'lsin yoki un qo'yg'ich bo'lsin, har qanday o'qilishni o'z ichiga oladi. Uxlagan kishi Qur'onni tingshimagani bilan uydagi farishtalar va jinlar tingshaydi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.